13. bab. Ondan 10 müngüzlük, 7 başlık bir devinin denizden çıkıvatqanlığını gördüm. Onun her bir müngüzide birden tac bar idi. Her bir beşida Xudoga küfürlük keltirdigan ibare yazılgan idi. Men kögen bu dive yıldızga o'xshaydi. Putlari eğiqning putlariga, ağzı bolsa shirning ağzıga o'xshatdi. Ejderha diviga öz qudrati, taxti ve zor huquqini berdi. Divining boshlaridan biri ajallik yaralangandek turatdi. Lekin bu ajallik yara saqaygan idi. Bütün dünya hayronlik ichida diviga agashdi. Ular diviga bunda huquq bergan ejderhaga cho'qinishdi. Ular yana divigimi cho'qinib, diviga tankilaladiganlar bormi? Onun bilan kimmi ilish olsin dedi. Diviga takabburlik ve küfürlük qildigan eg'iz hamda 42 oy yurgiziladigan huquq berildi. U Xudoga, Xudoning nomiga ve uning dargohiga, ya'ni u yerda yashaydiganlarga küfürlük qilish uchun og'zini ochdi. Uning Xudoning muqaddas xalqiga qarshi jang qilib, ularni yengishiga yo'l qo'yildi. Her qabila, her millat, her xil tilda so'zlashadigan xalqlarga hukmronlik qilish huquqi berildi. Dünya yaratilgandan buyon bo'g'izlangan qo'zining hayotlik daftariga nomi yozilganlardan boshqa yer yuzida yashaydigan hamma inson uningga cho'qinadi. Muni so'zni qulg'inglarda ching tutinglar. Xudoning tutqun bo'ludi degini cho'qim tutqun bo'ludi. Xudoning qilishlanidi degini cho'qim qilishlanib o'lidi. Shuning uchun Xudoning muqaddas xalqi sabr qilishi, e'tiqodda ching turishi lozim. Uningdan keyin yerdan chiqayotgan yana bir divini ko'rdim. Uning qo'zinikidek kichik 2 munguzi bor edi. Lekin ovozi ejderhonikidek chiqatdi. U birinchi devga vakolatan bütün huquqni yurgizib, yer yuzini ve uningda yashaydiganlarni ajallik yorisi saqaygan birinchi deviga cho'qinishga majburlaydi. U cho'ng karomatlarni ko'rsatdi. Hatto insonlarning ko'z oldida osmondan yer yuziga o't yog'diratdi. U birinchi deviga vakolatan ko'rsatishga huquqlantirilgan karomatlar bilan yer yuzida yashaydiganlarni ozdirdi. Ularga qilich bilan chepilgan, lekin amon qolgan birinchi devining hurmati uchun bir haykal tiklashni buyurdi. Yerdan chiqqan deviga, dengizdan chiqqan devining haykaliga hayotlik nafsi berib, uni so'zlayalaydigan qilish va uningga cho'qinmaganlarning hammasini o'ltirish qudrati berildi. U katta ve arzimas, boy ve kambag'al, hur ve qullarning hammasini o'ng qo'li yoki peshonasiga bir belgi urg'izishga majburladi. Bu belgi borlar, ya'ni qo'li yoki peshonasida devining nomi yoki uning nomiga vakillik qiladigan raqam besilganlardan boshqa hech kim bir narsa setib ololmaydi yoki sotolmaydi. Bu yerda bir hikmat bor. Aql parosti borliki kishilar devining raqamini hisoblab chiqalaydi. Chunki bu raqam bir odamga vakillik qiladi. Uning raqami 666 dir.